Chefbook video kitobiga hoziroq buyurtma bering. Endi siz sevgi bilan pishirasiz. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. So let it go, that's the way that it goes. Bubbles. Assalomu alaykum, My5 telekanalining aziz muxlislari, efirda Chefbook loyihasi va siz bilan birgalikda men Shahzoda. Bugungi navbatdagi ko'rsatuvimizni aziz mehmoni kim ekanligini hozir sizlarga tanishtirishga shayman. Demak, bugun sizlar bilan biz mazali somsalarni tayyorlaymiz. Bu safargi somsamiz har doimgidek go'shtli, tovuqli somsa emas, balki mevali somsa. Tasavvur qilyapsizmi? Bugun mana shunaqa ajoyib eksklyuziv somsalarni tayyorlaymiz. Demak, biz ushbu studiyamizga mehmonimizni taklif etamiz. Marhamat, qarshi oling. Kayfiyat somsa asoschisi Elshod. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 1, 2, 3 o'xshadi. Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston hammasi o'zbeklar ovqat qiladi desa, hamma ishini tashlab borar ekan. Chefbook loyihasida tandirda mevali shokoladli somsa. Sizni ko'rib kayfiyatimiz juda ham ko'tarildi. Demak, mana shunaqa ajoyib somsani tayyorlash g'oyasi kimdan chiqqan? Mevali somsa. Bu mevali bolajonlar uchun. Bilasiz, bolalar ko'p endi go'sht, shunaqa narsa yemaydi. O'shanga bir ikki marta mevali, har xil banan, shokoladli qiluvdik. Ana. Mazasi boshqacha chiqar ekan. Rostdan. Pizzani ko'rgandim mevaligini, lekin somsani mevaligini ko'rmagan ekanman. Mana endi bugun xudo xolasa o'z mazasini ham ko'rasiz. Tushunarli. Bubbles. Keliniz ham o'sha kitobdagi video retseptlarni ko'rib bazanda bo'lib ketgan. Sizlar ham opa-singillarga, ayolinglarga bemalol sovg'a qilsanglar bo'ladi. Chefbook. Mazali retseptlar mana shu yerda. Demak, tushuntiring, nimalar kerak bo'ladi? Bizga hozir tayyor xamir. Xamir qorilgan, ichiga me'yorda yog', omoqda yog'lar suriladi. Toza shokolad. Suyuq shokolad ikki xil tarzda tayyorlanadi. Shokolad kerak bizga. Malina va banan. Tushunarli. Bu xamir nima, sirmi retseptda? Tomoshabinlarga ayta olmaysizmi? Yo'q, onsan, muhimi lamonni siri bo'lmaydi deydi. Muhimi uni qanaqa qilib qilishdi. Mehr bilan. Xo'sh, qanaqa qilish kerak? Shuni qisqacha ayting, endi hozir biz bilmaymiz endi. Endi Kimni tayyorlamoqchi bo'lsa bilish kerak-ku axir. tabiga qarab kimdir masalan xamir qilish eng oson. Tuz, un, yog', margarin bo'lsa bo'ldi. Qancha suv qo'shish kerak? Endi vaziyatga qarab, masalan, qattiq yumshoqligi, iloji boricha uy sharoitida o'rtacharoq qorish kerak. Qattiq bo'lsa qotib ketadi, yumshoq bo'lsa oqib ketadi. Yumshoqroq, o'rtacha bo'lishi kerak. O'rtacha, hamma Xudo narsa. qorganda o'rtacha bo'lishi kerak. Keyin o'qilib yoyib, margarinlarni eritib, sekin surilib, Orasiga margarin suriladi, sal yoqmasin. Qavat chiqishi keyin dumaloq o'rab, xolodilnikga qo'yib 2 soatga. 2 soatga. O'rtacha. Keyin tayyor. Keyin tayyor. Bemalol uyda bo'lmasa- qilsanglar bo'ladi, qiyin joyi yo'q uni. Zo'r. Bubbles. Sizlarga foydali mahsulot Musa kompaniyasining xamirlarini yarim tayyor mahsulotlarini olasiz. Shunda ochasiz. O'sha tayyor mahsulotda shunda somsa qilasiz, mazza qilib oilangiz bilan yeysiz. Bubbles. Demak, boshladik. Ko'rsating. Boshlang. Endi men umrimda birinchi marta bunaqa somsa tayyorlayapman. Unda siz shokoladni ochamiz. Xo'p. Siz yana xamir kesa olmasangiz kerak. Yo'q, Yo, kesish bilaman. yo'q. Uyda. Uyda ovqat qilaman. Uyda. Faqat telekanal orqali emas. Bugun duxovkada qilmaymiz. Ya? Nimada tayyorlaymiz bo'lmasa? Bugun xudo xolisa tandirda qilamiz. Voy, tandirga olib kirib bo'lmaydi-ku. Nega olib kirib bo'lmaydimi? Unda tashqariga chiqish iloji bormi? Ko'chadami? Ha? Voy, Sizni ko'rsin odamlar mana shunaqa haqiqatda ular somsa qilar ekan, ish qilar ekan. somsa sotishyapti deb o'ylasangchi bizni. Zo'r bo'ladi. Mayli, sotsak bo'ladi, demak. Sotsa bo'ladi. Necha puldan sotsak bo'ladi? Donasini. Vaziyatga qaraymiz. Vaziyatga qaraymiz, aha. Agar ko'p mehr ko'payib ketsa, narxi ham oshib boradi. Aziz tomoshabinlar, hozir bir ajoyib voqea bo'lar ekan. Bugungi ko'rsatuvimizda biz ko'chada somsa pishiramiz. Toza havoda. Yo'q. Hamma qo'shni mahallaga taqqachini so'rib qolmaydi. Yo'q, may kelganlarga mazasini ko'radi. O'shanda haqiqatda kelgan yechadi, buni biz yegandik. Haqiqatda zo'r edi. Tushunarli. Demak, bepulga taqatamiz. Bepulga. Juda ham yaxshi. Bugungi mehmonimiz juda saxiy keldi o'rtoqlar. Endi men nima yordam beray sizga? Bananni. Shokoladlar tayyor. Bananni artamiz endi.
Raqobatdoshlaringiz juda ham ko'p baribir. Somsachilar har xil qasur, qusur, pasur, qusur, shak, shuk, pak, puk qilib hamma ochdi. To'g'ri. Endi siz o'zi ulardan birinchi boshlaganmisiz? Ko'p har xil taqib-tuqib go'shtliklar ochishdi-ku, har xillarini. Ular endi litso. Men o'zi bu sohada 15 yildan beri ishlayman. Barakalla. Men uchun bu san'at degan bu. Sizda qanaqa bo'lsa bizda ham shunaqa. Demak, shu sohani siz yaxshi ko'rasiz, sevasiz, qadrlaysiz. Ota kasbmi yoki? Yo'q, o'zim. Siz birinchi boshlagansiz qarindoshlardan. O'qigan sohangiz aslida nima? O'qigan o'zi elektrikman deydi. Yuristman nima deysiz? Chunki odatda o'zi san'atkorlar umuman boshqa soha bo'lib chiqadi, boshqa sohadagilar san'atkor bo'lib chiqadi. Hozir shunaqa-yu, hozir ko'pchilik. O'zi bolaligingizdan mana shu oshpazlikka qiziqish bo'lganmi? Ota-onangiz payqaganmilar buni? Men 6 yoshimda olmani qo'rib yegan bolaman. Voy rostdan. Shuni qo'rib yegan ekanman, bilmayman nimaga. Lekin mazasi yaxshi bo'ladi deyshadi. Menimcha eksperiment qilib ko'rgizgan, Ha. Sezilib turibdi mana bu mevali somsalardan. Bu ish qilib ko'rganingiz. Bizlar bitta jumla noto'g'ri deb. Nimadir yengillik qilasiz. Voy, shuni qilmasang yaxshi bo'lar deyshadi. Shunaqa. Agar boshqa davlatda nimadir yengillik qilsa, o zo'r ekan. Zo'r ketyapsan deyshadi. O'zi bilasizmi, ko'pchilik mana farzand tarbiyalayotganda kelajakda kim bo'lasan o'g'lim desa, kim bo'lishini bilmaydi-yu. Ministr bo'laman yoki yurist bo'laman degan deydi-ku o'g'liga. Hech kim uchun oshpaz bo'laman desa, voy barakalla oshpaz bo'l demaydi-da baribir. Odamlarning xayolida oshpazlik juda oddiy kasb, bu sohadan boy bo'lish mumkin emas. Tushuncha shunday. Lekin vaholanki oshpaz bo'lsa ham milliarder bo'lish mumkin-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Mana Turkiyada ham Burak degan mashhur oshpaz bor, Nusret degan oshpaz bor. Qanaqa? Nyu-Yorkda filiali bor, Dubayda filiali bor, mana O'zbekistonda ochyapti. Qoyil qolsa arziydi-da. Va men bir ma'lumotni eshitgan edim, Yevropada bir ofitsiant bor ekan. O'sha ofitsiantga mijoz bo'lish uchun oylab, yillab odamlar navbatda turar ekan. To'g'ri, men ham eshitdim. Milliarder ekan o'sha inson. Aytmoqchimanki, har qanaqa oddiy sohani ham eng zo'ri bo'lsa, u albatta milliarder bo'ladi va hamma orzu niyatlariga erishadi. To'g'ri. Anaqa kasb o'zini ustida ishlasa, qancha o'rgansa ham shuncha kamligini bilaveradi odam. Agar bitta mana shu sohada qancha ishlasam ham, hali ancha yosh ekanman deyman. Mana Bubbles. Hurmatli erkaklar, hoziroq Chefbook kitobini xarid qiling. O'shanda uyga kelganingizda ayolingiz sizga restoran taomlarini pishirib qo'yishadi. Ushbu kitobda o'zbek milliy taomlaridan tortib, jahon taomlarigacha har xil desertlar, tortlar, pishiriqlar, nonushtalar uchun tavsiyalar, professional sirlar hamda eng asosiysi turmush o'rtog'ingiz hamda qaynonangiz uchun lol qoldiradigan mazali retseptlar joylangan. Oilalimisiz? Nechta farzandingiz bor? albatta oilalikman. Ko'rinishim. Yosh ko'rinadi? Ha. O'zi xijolat olib turdim hozir. Nahotki meni yosh katta amakiga o'xshatyapsiz, Shahzoda opa deb qolasizmi deb. Yaxshi. Baxtli bo'linglar. Kelin sohalari nima? Shu uy bekasi. Uy bekasilar. Yaxshi. Ovqat qilishda qanaqalar ular oshpazlikda? Yaxshi. Sizdek bo'lmasalar kerak, siz o'tib ketsangiz kerak har holda. Biz o'zimiz ishimiz ustasimiz. Erkak kishi ora-chorda uyda ovqat pog'az qilib shirin chiqadi, osh-posh. Uyda ovqat qilmaysiz demak. Yo'q, bir. Endi hozir vaqt yo'q, to'g'risi. Siz o'rgatib turing, shogird bo'ldim sizga. Bo'ldi. O'zi orzu qilardim tandirda somsa pishirish. Mana bugun pishiramiz. Bugun pishiramiz, xudo xolasa. Ancha-munchasini yoyib qo'ydingiz. Endi tugishni o'rgatsangiz, men yordam berib turaman. Xo'sh, birinchi bir xilda qovuramiz-da, keyin mix qilamiz. Birinchi shokolad surilmaydi. To'g'rimi? Shokolad somsani yopamiz, shokolad tashqarisi tursa oq ketishi mumkin. Qurbon kamroq bo'ladi shunda. Qattiq shokolad 2 ta. Tagiga mevalar taxladik mana. To'rtburchak qilamiz. Keyin chimchilab qo'yilmas ekanda. Yo'q. Shunchaki 4 burchak yopiladi bo'ldi. Bo'ldi. 4 burchak qilamiz. Bo'lmasa 3 burchak. Sizga qaysisi qulay? Bo'ldi. Bilarkanman-ku, oson ekan. Allam bola tuyular ekanmi? Bunday qilamiz. Mana bir-biriga yaqin kelmasa ham chiqsa yo'q. Yaqin kelish kerak. Shart. O'shanda chimchilash shart emas. Tushunarli. Bo'ldi. Shuni sal kirgizib yuborasiz ichini. Buni Hop. bu yerga, bu yerga.
Mana bo'ldi. Hech qachon suv chiqib ketib qolmaydi. Ha, Mendan ham chiroyli tikdingiz. axir bu men-ku. Endi Qo'lpana masalan. Malina. malinali qilamiz. Qancha solish kerak? Bo'ladi. Bo'ladi. Ko'p solsa suv chiqib ketadi. Suv chiqib ketadi. To'g'ri. Shokolad bir donami? Yo'q. Uch burchak qilamiz buni. Uch burchak qilamiz. Ajralib turish uchun, to'g'ri? Oxiri mix qilamiz. Shuncha ovora bo'lmasdan unda birato'la mix qilish kerak edi. Mana. Xo'sh. Mana shunisini boru. Ko'proq. Yana ham, ha? O'shanda ochilib ketib qolmaydi, chiroyli chiqadi. Endi buni mana bunaqa. Bir qilsam mana bunaqa ham qilishadi-yu, o'sha to'g'rimi o'zi? Ha, Turetskiy, turkcha, Napoleon. Bu tandirga to'g'ri kelmaydi, mana shu tandirga to'ppa-to'g'ri keladi. Uylarga bitta tandir yuborsak bo'lar ekan sizga. Bemalol o'zingizga. Men u somsachimansam. Yo, ovqat pishirishga qiziqaman. Bunaqa ishlar baribir yaxshi chiqadi. To'g'ri. Endi deb o'ylayman. O'zi aslida har qanday ishni sidqidildan bajarsa, o'sha yo'nalishda mutaxassis bo'lib ketadi odam. To'g'ri. Yoki Alloh yuqtirgan talant bo'lish shartmi? Nima deb o'ylaysiz? Sizda qobiliyat bormi yoki bu mehnatkaşligingizdanmi? Ishga oddiy ishdek qarasa hech narsa o'smaydi, hech narsa o'zgarmaydi. Siz oddiy ishga borib yoz bo'ldi. O'sha ustida ishlaysiz. Lekin juda ham ko'pchilik insonlar kasbiga mehr beradi-ku, lekin omadli, muvaffaqiyatli bo'lib ketmasligi mumkin-da. Ko'p shunaqa insonlar. Nimaga menda o'xshamayapti? Nimaga shuncha pul tikdim-ku? Nimaga shuncha investitsiya kirgizdim? O'qidim-ku, rivojlandim-ku, deydi. Sababi nimada? Shu gapirayotgan gapida-da hammasi. Kamroq gapirib harakat qilish kerak baribir. Shunaqa deb o'ylaysiz-a? To'g'ri. Tinmaslik kerak. Ha. O'ylasangiz o'ylab qolib ketaverasiz. Men o'ylashimcha baribir o'sha insonga Alloh baribir o'sha kasbga yuqtirish kerak deb o'ylayman. Chunki doktorlikka qiziqish yo'q farzandni majburlab o'qitganingiz bilan undan zo'r doktor chiqmaydi-da. Yaxshisi uni ko'ngliga qarash kerak. Balki undan bir boshqa yaxshi soha vakili chiqar-da. Zo'r. Bubbles. Har kuni nima nonushta tayyorlasam ekan? Bugungi kechki taomni qanday menyu bilan bayram dasturxoniga aylantirsam bo'lar ekan deb bosh qotiryapsizmi? Bizning jamoadan Chef Book pazandalar kitobi sizga yordamga keladi. Kitobni ochasiz, telefoningiz bilan QR kodni kiritasiz va qarabsizki 70 xil retsept sizning ixtiyoringizda bo'ladi. Siz bu videodan qarab tayyorlagan barcha taomlar albatta o'xshab chiqadi. Chunki barcha sir asrorlar sizga ochilgan bo'ladi. YouTube'dagi videolarda eng qiyin sir asrorlarni berkitishgan bo'ladi. O'zimiz bunga guvoh bo'lganmiz. Mana santimetrlarni ham o'lchyapsizmi hammasini? Yo'q. Bir xil chiqadi. Dizaynerman-ku men. Ha, yo'q. Biz bichib tikamiz-ku. Biz chizamiz. Adashish bo'lmaydi bizda. Bir xil chiqadi. O'zim maqtab qo'y. Adashsa kiyim bizda qolib ketadi demaysiz. Ha, yo'q. Demak, azizlar, adashib ketmasligingiz kerak ekan. Bananga qattiq shokolad, malinaga yumshoq shokolad quyular ekan. Ana. Menimcha malina zo'r chiqsa kerak. Malina qanaqadir chut-chut kistisi bo'ladi. Uncha zo'rmi meni? Yo'q. Endi hamma har xil-ku. Dadiga qarab, ha? Masalan, bir xili kistliroq yaxshi ko'ra bilasizmi? Bir xili shirin. To'g'ri. Sizga qanaqa? Masalan, shirin kistliroq farqi yo'q. Umuman ovqat tanlamayman. Har qanaqa ovqat yoqadi. Unda hammasi yoqar ekan bugun. Endi bu mix. Buni qanaqa qilsak, dumaloq qiling. Dumaloq. O'rgataymi? Ana qilsamchi, buni qopcha qilsachi? Yo'q, bu tandir. O'xshamay, tandir. Yopiladi. Tandir. Adashib. Esingizdan chiqmasin. Esingizdan chiqmasin. Faoliyatingiz mobaynida qanaqadir bir yutqazish damlari bo'lganmi? Misol uchun ko'p pishirib qo'ygansiz, sotilmay qolgan, achib qolgan holatlar bo'ladimi o'zi? Yo'q, endi bizda ko'p bo'lsa, qo'ni qo'shnilar qatorladi, eng zo'ri. Keyin siz qo'shningiz bo'lsam bo'lar ekan. Qo'shnilaringizga maza ekan-a? qarang. Mana bundoq ushlab olasiz, sekin olib ketaverasiz. Hozir men noto'g'ri qildimmi? Yo'q, endi to'g'rilaversa bo'lam. Oxiri bitta qaytarasiz. Oson. Ham chiroyli dumaloq bo'ladi.
yo'li bo'ladi-yu, o'zi oson. Okay, let's Kiyim go. ham qanaqadir bitishi bor. Har xil variantlari ko'p bo'ladi-yu. Mana shu sohangiz bilan qanaqa bir o'zingizni orzu qilgan bir omad, muvaffaqiyatlarga erishdingiz? Orzu jon tugamaydi-yu. Shunaqa. Sekin-sekin masalan Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va shunaqa joylarga chiqishni o'ylardim. Mana o'sha chiqdim. Endi qanaqadir yanada Endi dunyoga chiqdingiz kerak. chet el safarida juda ko'p bo'ldim. O'rta Osiyoda xudo xolasa hamma joyda bo'lyapti somsaxonamiz. Hop. Mana men O'zbekistondan boru, masalan Qozog'iston, Qirg'iz chetga chiqishim bilan boru. O'zbeklar ovqat qiladi desa, mana shu Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston hammasi boru. Mana shu o'zbeklar qotitsa, hamma ishini tashlab borar ekan. Voy. Yo'q. Bilasizmi? Dubayga borganimda ham shuni sezdim. O'zbek milliy taomlari bor-da, ko'p Dubayda. Arablar o'tirib maza qilib yeyapti. Bizni o'zbek taomlarimiz tasavvur qiling. Turk oshxonalarida arablar kam, lekin o'zbek restoranlarida chet elda arablar, umuman boshqa soha vakillari ham maza qilib, xo'rranda bo'lib o'tirishadi. Demak, bizning ovqatlarimiz haqiqatdan mazali. Men bor o'sha faqat o'zbeklar ishlasin deydi. O'zbek bolalari, povurlari kelsin deydi. O'zbek povurlari bo'lsa, bular zo'r qiladi. Haqiqatan o'zbeklarga obro'si bor ekan o'zbeklarning. Aytdim, baland ekan. Men shuni tushunib yetdim. Haqiqatdan hamchi Moskvaga borganimda ham eslayapman. Rus milliy taomlariga kirib ovqatlanyapmiz. Yevropa milliy taomlariga kirib ovqatlanyapmiz. Bir payt qarasam, oshxonadan o'zbek ayollar erkaklar chiqib yashaydi. Siz bilan suratga tushsak maylimi deyishdi. Voy dedim, sizlar chetda ishlaysizlarmi desak, ha biz oshxonada ishlaymiz deyishdi. Qoyil dedim, O'zbekistondan kelib, umuman chet el davlatini restoranida umuman boshqa yo'nalish. O'zbek oshxonasi ham emas. Boshqa davlat taomlarini o'rganib, shunaqa zo'r taomlar pishirishayotgan ekanda. Demak, o'zbeklarning qo'li shirin. Shirin. Bu kenayimgilar, oyijoningiz yurishlarga borganlarida, gaplarga, bir qanaqadir bayramlarga tog'ora tekin ekan-a? Ha, bizda bema. Mazza ekan-ku. Dehqonchilik. Nima deydi? Hamma bilsa kerak. Hozir oyingizning ismlari nima? Dilnavoz. Dilnavoz xolamiz somsa olib keladilar deb hamma kutsa kerak, qarindosh urug'. Shu. Tog'orada nima keldi desa, somsa bo'ladi-da. Hech bir bayram mana shu somsasiz o'tmas ekan. O'tmaydi. Shashlik, somsa, somsa, qaynatma sho'rva, moxora bu asosiy menyu bayramlardagi. Men sizni tog'ora ko'tarib yurmaysiz deb o'yladim. Tog'orami? Ha. Tog'ora olib boraymi o'zim? Konvertga solaman, tog'ora qilaman. To'g'ridan. O'sha oson, hammaga yoqadi. Mana endi bemalol mana odamni ko'ryapti-yu, uyda o'zligi qilib. Shunaqa, uyda baribir qilasiz-ku. Mana shu narsalarni sotib olishingiz uchun ham ancha-muncha xarajatda. To'g'ri hozir. Hozir uyingiz uchun qiladigan bo'lsangiz, ancha-muncha qilishingiz kerak. Bir 30 ta 40 ta qilishingiz to'g'ri keladi-da. Qancha vaqtingiz ketadi, qancha mehnat. Undan ko'ra o'zingizga yarasha yegingiz kelayotgan bo'lsa, 4 tami, 3 donami buyurtma bersangiz, Bu ham to'g'ri. deb ko'rgan yaxshi, xarajat kamroq bo'ladi bu yerda. Nima uchun shunaqa deyapman? Tandirni baribir mazasi zo'r. Agarda uyingizda tandir bo'lsa, albatta o'zingiz pishirib ko'ring. Endi duxovkada baribir uncha o'xshamaydi deb o'ylayman. Nima deb o'ylaysiz? O'xshaydi. Yo'q, nega o'xshaydi? Oldin onalarimiz anaqa tepa tandir bo'lardi. Ko'rganmisiz? Ko'rganman. Shu somsa boshqacha chiqardi. Yeganmisiz o'z yoshligingizda? Ha. Ano, tandirdan shuni sonsiz urishi bilan suvga botirib yermidingiz? Yo'q, unaqasi bo'lmagan. Unaqasi bo'lgan ekan. Nonni issiq nonni suvga tiqqanmisiz? Choyga solganmiz. Shirin choyga. Ya'ni shundan issiq chiqardi, shundan o'rtasidan bo'lib muzdek suvga tiqib yemaganmisiz nahotki? Muzdek suvga? Ha, shunday. Naqasi bo'lmagan ekan. Lekin boshqachasini qilganmiz. Qanaqa? Dugonalarimiz bilan, o'rtoqlar bilan kichkinaligimizdan kartoshkani uydan o'g'irlardik-da, ko'chaga chiqib qazib, ichiga cho'g' solib, kartoshkani ko'mib pishirardik. Unaqa mazani hozirgi yoshlar tushunmaydi. Bubbles. Ushbu video kitob shunchaki retseptlar emas. Bu oilaning "Wow" degan hayrati, qaynonalarning maqtovi, mehmonlar oldida esa haqiqiy faxrdir. Restoran ta'mi o'z uyingizda. Ortiqcha xarajatlarsiz yangi menyudan bahra oling. Siz hozir buyurtma bermasangiz, ertaga yana oddiy ovqatlanishingizga to'g'ri keladi. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling.
Mana azizlar, somsalarimizni yopishga tabiat qo'yniga ham kelib oldik. Endi sekin mana ustozimizning qo'llaridan somsalarni sekin ko'rasizlar. Tandir sal pasaytirib olamiz-da orqasini. Ah. Yongandan keyin issiq bo'ladi-yu. Endi o'zingiz boshlasangiz, keyin qolganini men ham ko'raman. Rostdan ham ko'rmoqchimisiz? Ha. Umrimda birinchi marta men tandirda hozir somsa yapaman. Hech qachon Ega, yapmagan. sizni qo'lingiz kuyib qolsa, keyin obunachilaringiz televideniye tomoshabinlar meni urishishmaydimi? Yo'q. Qiyinmi shunaqa? Yo'q, qiyin emas. Repetitsiya qilamiz sekin, Ha. keyin. Birinchi aktrisa xonimi bo'lasiz, Sandirga somsa. Men rostdan hech kim yapmagan qizlar. Yo'q, hali. Birinchi to'rtburchakdan boshlaymiz. Nima qilinadi? Oson. Qarang. Ko'ryapti? Aha. O'sha turish kerakmi? Yo, sekund. Sekund. Somsani o'zini. Anaqa urilmas ekanda nondagi. Ursangiz ham bo'ladi. Mana, bo'ldi. Qarashib turingchi. Faqat ezish kerak. 1 2 3 Ana, o'xshadi. aytadi ana. O'zing pishirgan somsani o'zing yeysan deydi-yu. Orasini yaqin qilib qo'yman lekin. Yo, hech narsa qilmaydi. Xo'sh, pastdagi siz yoping, men tepaga yopaman. Bo'ldi. Mana. Mana qo'rqmang. O'zi pachoq ekan. Ha. Oson. Qiyin joyini sezasizmi? Yo'q. O'zi sekin pachoq bo'lsa ham sekin ishaveradi, harorat hisobiga. Tushundim. Endi yuzga tandir yuboramiz, Tandir bemalol endi. o'zi ertalab turishingiz bilan Voy, nonlarni bor. Ha. Qiyin bo'lsa kerak u. Ana. Mana qaranglar, Shahzoda Muhammadova 200 gradus issiqga bemalol somsa yeb qo'yibdilar. Nima deyapsizlar, meni? Hey. Bizning tandir nafaqat somsa, qatlamalarni ham pishiradi. Hozir sizga Ana qatlama bo'lmasa. ham qilib beraman. Nahotki qatlama yopsa bo'ladimi tandirda? Bo'ladi, voy. Eshitmagan ekanman. Birgalikda qilamiz. Qani, marhamat. Ko'ringlar-chi. Yordam berib turaman. Lochir yeganmisiz? Ha, eganman. Xuddi shunaqa bo'ladi ana. Qisir. Shunda olamiz. Bitta marojniyni qo'yamizda, ikkitasini ustini qo'yib, bitta kesamiz o'rtasidan qaynoq xamirga qisir. Uyda ustiga tuxum surasiz. Bu tandirda lekin suv sepishingiz kerak. O'shani yiltirab chiqadi. Shunaqa ko'p suv sepiladimi? Yiltirash uchun faqat. Yiltirash uchun latta qo'yiladi. Sir sinovati mana shunday ekan o'rtoqlar. Bo'ldi. Yonib ketmaydimi, bu xavfsizmi? Yo'q, xavfsiz. 5 daqiqa dimlaymiz. 5 daqiqadan keyin ochamiz, 10 daqiqalarda pishadi. Shu ko'pchilik Tailandga borgan dugonalarim och qolib kelishyapti-da. Siz boring, milliarder bo'lib ketasiz yana ham. O'zbek taomlari yo'q ekan. Yo'q. Bizani faqat non, somsa, oshimizga o'chirib turiladi. Butun dunyo bo'yicha. Bitta joyda bor deb eshitdim, lekin baribir ko'p emas-da. Baribir bizdagi shirin chiqmaydi. Nega deng? Ularni go'shti, bizdagi go'sht shirin. To'ppa-to'g'ri. Men Dubaylarga boraman, bir KFC'lar masalan bilaman-da. Kiraman, bizanikidan mazasi silaveraman. Lekin bir narsani bilaman, Turkiyaga borib turk taomlarini yesam maza qilmayman, lekin O'zbekistondagi turk restoranlarida yesam juda mazali. Nega desiz, bizani Go'shtimiz zo'r. hamma narsa meva, sabzavot, bizanikilar masalada shirin. Dehqonlarda ekan sir o'rtoqlar, mana endi bildim. Hattoki do'stlar, Rossiyada juda ham ko'p sonli chayxona degan restoranlar, kafelar bor. Hammasida o'zbek milliy taomlarimiz tayyorlanadi. Haqiqatan ham bizning taomlarimiz juda ham mazali. Ta'rifga til ojiz desak adashmaymiz. Mana hozirgi somsamizni ham tayyorlanishiga 10 daqiqa bor. 10 daqiqadan keyin maza qilib somsalarni yeymiz. Qo'shnilar hamma havasda bizani kuzatib turishibdi. Xavotir olmanglar o'rtoqlar, tushasizlar, sizlarga ham beramiz. Marhamat, kelinglar. Bubbles. Vaqtdan unumli foydalanib, tez va oson tayyor bo'ladigan taomni pishiramiz. Buning uchun Musa brendining yarim tayyor mahsulotlari kerak bo'ladi. Bugungi menyuga biz Musa kotletlari va teftelini tanladik. Dastlab ularni yog'da qovurib olamiz.
Pishgan kotlet va tiftellarni ko'katlar bilan bezatamiz. Garnirga konservalangan ko'k no'xat va jo'xoridan foydalandik. Yoqimli ishtaha. Bubbles. Azizlar, mana eng kutilgan daqiqalar yetib keldi. Qo'shnilarni ham kutgan daqiqalari. Mana shokoladli somsalarimiz tayyor. Bananli, malinali somsalar. Endi buni ichini ochib ko'ramiz. Bolalaringiz-chi, farzandlaringiz yaxshi ko'rishadimi shunaqa somsani? So'rab turishadimi, qachon olib kelasiz shunaqa somsa deb. Ana. Chuburchak. Ana, oson. Chefbook loyihasida tandirda mevali shokoladli somsa. Bir so'z bilan aytganda fransuzlarni kruassan shirinligiga o'xshatdim, azizlar. Juda ham mazali, o'zbekcha tandirda pishgan desert. Zo'r. Gap yo'q lekin, menga juda ham yoqdi. Allambalo. Tavsiya qilaman, lekin boya aytganimdek, baribir go'sht bilan tovuq, piyoz, kartoshka kombinatsiyasi baribir zo'r. Chunki endi azaliy o'ylab topilgan bobo-kelonlarimizdan baribir meros bo'lib qolgan bu retsept. Bu ayollarimiz uchun va bolajonlar uchun juda ham mazali va eksklyuziv. Qayergadir bundoq olib borsa hamma, nahotki deydigan bir allambalo yangilik. Kurasan deysiz. Kruassan. Bu bananli shokoladli somsa. Malinaligicha. Ha. Malinaligicha. Malinalisini kutdim men. Bu qo'lingiz kuymaydigan olib ketgan bo'lsa kerak. Yo'q, nega kuyib turadi? Yo'qmi? Hidi qanaqa shirinmi? Boshqacha? Ana endi sekin tatib ko'ramiz, qanaqa bo'lar ekan. Desert o'toqlar tasavvur qilaylik, tandirda desert. Bolajonlar uchun maza qiladi. Bunaqasini birinchi marta umrimda tatib ko'ryapman. Rahmat. Deb qo'ying, mana shu mix boshqacha. Ko'rib qoldim. Hammajon yeb qo'yman-ku. Chefbook video kitobiga hoziroq buyurtma bering. Endi siz sevgi bilan pishirasiz. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling.